Azizlar, halokat yaqin. Nimaga bunday deyapman? Chunki hozir Turkiyadaman. Diyarbakır shahridan Istanbulga qarab yo'lga chiqdim. Yo'lda Urfaga ham uchradik. Xo'p, 2 marta namoz vaqti avtobusda ichida kelgan payt shomdan keyin xuftongacha orada tanaffus bermadi. Borib so'rab bir balo qilib bazo'rgina namozga ruxsat oldik, yo'lda to'xtadi. Ya'ni o'sha avtobusda mana bir to'la avtobus odam bor. Hozir ichkarida dam olishyapti, sigaret chekib, choy ichib, nima qilib o'tirishibdi. Endi nima uchun buni aytyapman? Bir to'la avtobus odamdan 2 kishi bor yo'g'i namozga tushdik. Ya'ni juda achinarli holat. Turkiya kabi joyda. Ya'ni Turkiya musulmon davlat deb o'ylaymiz. Musulmonlar 99% deb o'ylaymiz, ammo afsuski namozga e'tibor juda kam ekan. Ya'ni bu sharqiy viloyatlar yana ham dindorroq aslida. Ularda shunaqa holat bo'lsa, juda ham achinarli holat. Shuning uchun Alloh hidoyat bersin. Juda achinarli holat, to'g'risi juda xafa bo'ldim bu holatga. Chunki ularni yaxshi ko'raman, do'stlarimizdir, yaxshi insonlardir. O'zlari ham aytibdi. Shofyorlar nimalar juda achinarli holatimiz deb aytibdi, bilib turib. Ya'ni qarang, sigaretga tushadi, choyga tushadi, tahoratga tushmaydi-yu, namozga tushmaydi. Ya'ni shunchalik namozni ahamiyatsiz deb biladi yo shunaqa holatda ko'radi. Namoz-ku dinni eng ustuni, dinni ikkinchi eng katta iymondan keyingi amali bo'lganini ba'zilarimiz bilamiz, ba'zilarimiz bilmaymiz. Ammo namoz o'ta muhim narsa. Shuning uchun bu narsada riyo bo'lmaydi. Ya'ni nimaga riyokorlik qilyapsanmi deb aytish mumkin? Yo'q, chunki farz narsa riyodan xolidir. U nafillarni aytish to'g'ri emas. Farzlarda ibrat bo'lish uchun ko'rsatish mumkin. Shuning uchun benamoz do'stlarimizga nasihat qilib qo'yamiz.